Hammaga salom. Sizlar bilan SK bo'lmoqda. Bugungi videomizda biz Polyfield o'yinida yangi yo'llarni yaratishni o'rganamiz. Bunday bo'lsa biz boshladik. Birinchi bo'lib biz play tugmasini bosamiz va mana bu yerdan map editor degan joyga kiramiz. Va bizning oldimizdan ikkita joy chiqadi. Bunisi va bunisi. Biz albatta mana bunisini ustidan bosamiz. Chunki tanqichidan internetdan yoqqan holda biz yaratilgan yo'ldan yuklab olamiz. Bunisini esa o'zimiz quramiz. Va eng avvalo mana bu yerda chipning rasmi turibdi. Mana shu chipni ustidan bir marta bosamiz. Va mana bunda joy ochiladi va biz Creative New degan joyning ichiga kiramiz. Va bizga nom yozing deydi va biz xohlagan nomimizni qo'yamiz. Men hozir FF deb qo'ydim. Va mana yo'l ochildi va biz endi xohlagan narsamizni quramiz. Mana shu yerga keldik va biz kubikning ustidagi rasmni ustidan bosamiz. Mana chizuvchi qalamni va biz mana bu yerda chiqqan kubikning ustidan bir marta bosamiz. So'ng va har qanday narsalar bor. Har qanday masalan juda kam bo'lsa-da bizga yetadi frontni yoki qandaydir shaharni qurishga. Hozir men bunker quraman. Mana bunker tushdi shu yerga. Va buni joyisiga yoqmasa, boshqa joyga qo'ymoqchi bo'lsangiz, ustidan 2-3 marta bosing. Va mana yondi va boshqa tugmasi bilan xohlagan joyingizga qo'ying. Va mana bular bilan boshqaring. Hozir men aynan mana shunisini ustiga bosaman va bu yoqqa aylandi. Yana bir marta bosaman, bu yoqqa va mana avvalgi joyiga turdi. Va men endi bunisini ustidan bosaman. Bunday bo'ldi. Bunday. Va hokazo. Shunday bo'laveradi. Va endi biz qanaqadir tepalik qurmoqchi bo'lsak, mana bu lopatkaning ustidan bosamiz bir marta. Mana shu lopatkaning. Va mana joy ko'taramiz. Agarda siz tushirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdagi modelni almashtirsangiz zarur. Mana model deb qo'yganni men hozir subrayt qildim va u pastga tushadi. Va men yana bir marta bosaman. Smooth bo'ldi va u bir joyga tushadi yoki sal ko'tariladi. Normal holatda etib qurib beradi va yana bosamiz, avvalgi ko'tarilganga tushadi. Bu yer juda voy bo'lib ketdi, to'g'rimi? Endi esa biz bu yo'lni mana bu tugma orqali yam-yashil qilamiz. Mana rangni o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana buni ustidan bosamiz. Va xohlaganimiz tanlaymiz. Masalan, tosh, yer, qum va tuproq. Hozir toshni ustidan bosaman va bu yer toshga aylanadi. Bu yerdagi o'tlar birozdan so'ng yo'qolib ketadi. Bir necha soniyadan so'ng yo'qolib ketadi. Va mana bu yerda bayroqlar turibdi. Biz o'sha bayroqning ustidagi A, B harflarini ustidan bir marta bosadigan bo'lsak, ular yonadi va biz har tarafga harakatlantiramiz. Albatta ularni harakatlantirish uchun aynan mana bu yonib turishi kerak. Ya'ni mana bu bosib turgan bo'lishi kerak. Va mana bu. Mana harakatlantirmoqchiman. Endi esa undan yo'qotmoqchi bo'lsam, ya'ni ustidan chiqib ketmoqchi bo'lsam, mana shuni ustidan bosamiz. Mana chiqdik va yana harakatlanamiz. Agarda bu yo'lingizni keyin saqlanib qilmoqchi bo'lsangiz, yana saqlamoqchi bo'lsangiz, shuncha
shunchaki xohlagan bir joyingizga boring va mana shu ko'rsatgan chipimning ustidan bir marta bosing va ikkita joy chiqadi. Savi lo defle mana shu uchovidan faqatgina bittasini bosing. U ham bo'lsa savi tugmasini bosing. Bu saqlaydi. Loat degani xohlagan yo'lingizga mana shu yo'lni ko'chirasiz, lekin boshqa yo'lingiz o'chib ketadi. Defle esa yo'lni o'chirib tashlaydi. Va biz mana savini bosdik va OK'ni bosamiz. Endi chiqib ketamiz. Va shu bilan yo'limiz saqlanib bo'ldi.